Assalomu alaykum kanallarimiz, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz azizlar Urganchda Bo'ron zapravkan orqa tarafida azizlar 3 qavatli 130 kvadrat metr bo'lgan xonadonimiz bilan tanishib o'tamiz. Ish xonadonimiz bo'ladi azizlar. Tayyor xonadon, to'g'ri girib yashaydigan hurmatli do'stlar. Dokumentdan muammosi yo'q, to'g'ri advansa o'tadigan. Bedene mashina qo'yadigan mestalari bor, lisensiyalarni yurtmasini qo'yma, baratatib qo'yilgan, bedene so'qillari muramma qilingan, fasad qismi travetin, balkonlar ham ba'zida. Birinchi qavati garaj, podvalazda, ikkinchi, uchinchi qavatlari yashash uchun mo'ljallangan. Bilan girgandan katta garaji bor, azda endi bir 3,5, 360 yo 370 dan chiqib boradi. Pulni oyoq teglari istashga. Yo'lto'nasi podushkalarining bu yerda. Lekin bu yana pindemet bo'lgan, baland qo'yilgan. Birinchi, ikkinchi qavatlar plita bilan bosilgan. Eng yuqori og'och bilan bosilgan. Bu tarafning azda podval bor, bu yerda meni biroz darajada sig'adi beradi. Yani banka maydachilarning polni sig'adi. Shoqilibdan chiqib turibdi. Hurmatli vatandoshlar. Gaz va suvdan umuman muammo yo'q. Sizda yan tarafda katyolu bor, Airfield firmaniki, Nasteni Duxondan katyollar. Reduktorlar bu yerda, stabilizatorlar hammaga qo'yilgan. Keyingina arkaning 2 mashina polni sig'adi. Kanalizatsiya montajlari bo'lgan. Ham bog'ini ham ega 130 kvadrat metrning bog' ham qoldirganlar. Azizlar, zilyon zonasi ining mevali daraxtlarni ekib chiroyli qilib qo'ydilar. Yozgi hojatxonasi ham ega. Bundan to'g'ri oshxonaga kirsangiz bo'ladi. Arqa taraf fasadi suvoq holatida shibrintilari alifallan qilganlar. Hurmatli vatandoshlar. Azizlar, metropoliteniyasi zo'r, katta ko'chada, marshrutdan ham muammosi yo'q. 13 marshrutda o'tib turibdi. Kimdir do'llardan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Ekranda batafsil ma'lumot uchun nomerlarni qoldiramiz azizlar. Ajoyib, chiroyli joyning. Shoshlar bu yerda qo'yilgan ekaningizlar, svet shoshi, gaz shoshlari, aynalari plastik ramlardan. Azizlar, bilaram polni steshga qilingan. Baland lesnisalar. Bismillah, endi ich qismiga kiramiz. Yani yarma demir eshiklar. Azizlar, kirgandan bu yerda daloni bo'ladi. Endi katta tushgan. Endi bir 360, 370 lar arkayin chiqadi. Hurmatli do'stlar. Uzunasi bir 6-6,5 metrlar bor. Oboydan chiqqan. İşleri Ukraynasi, high-tech işlerinden qo'yilgan. Hurmatli do'stlar, qaladan vazlar oyoqda gilamli, lyustrasi, perdelari qoladi. Keyin kuxnyada yo'l, gaz plita, vishya, qon hammasi yetadi. O'ng tarafdagi xonamizdan boshlaymiz. Yana yarma ishlar qo'yilgan. Bu yerda aslında zal, azda spalni qilib qo'ydi ekanlarning. Gengina tushgan. Endi 3,5 metr bor. Azda 3,5-360 uzunasi 6 metr polni chiqadi. Oboy qilingan, patolog natija. Kanizlar qistilgan azda. Ajoyib mesada 130 kvadrat metr berining rakovinasi, dash rakovinalardan azda suv gap turibdi, napor zo'r, kafellar qilingan. Berining televizor zonasining chiroyli lyustralar asilgan, patolog polni natija qilingan. Bu yerda sanuzeli bor, 2 sanuzeliga ega. Klasi antenda meni maydachida qo'ymoqqa biroz mesasi bor azda. Yurtmasing. Katta mesta qolgan. Sanuzelimizga yurtmasing. Kafel oyoq tillarim, devorlarim patolog natija. Hali so'llayning hammasi taq holatida. Gaz va suvlar gap turibdi. Birimiz hurmatli vatandoshlar, spalni qism bo'ladi. 3,5 yo 360, 3,5 metr chiqadi azizlar. Oboy qilingan, jaluzlar osilgan, kanizlar qistilgan, patolog natija bo'yajlar hammasi yetadi. Gilamli qoladi bu yerda. Bu yerda oshxona qismi bo'ladi. Oshxonasida shu aytib o'tgan kuxinning biri gaz deb ishgas qolgan. Hammasi yetadi ekan azizlar. Suv gap turibdi. Bundan yana bog'ini chiqsa bo'ladi. Bu yerda ovqatlangan mestalari azizlar. Bog'ini ham kuzatib o'tamiz. Yozgi setki ishlari, mevali daraxtlar kelgan. Azizlar, ajoyib joy, kompakt, chiroyli joylardan 3 qavat yana azizlar. Birinchi qavat podval garaj. İkinci, üçüncü qavatları yashash uchun mo'ljallangan. Endi eng yuqoriga 3-chi qavatdan chiqamiz. Lesnitsamiz yog'ochdan bo'ladi. Bu yerda chiqqandan chapda 2 zalimiz, o'ngda 2 spalni, bu yerda sanuzel bo'ladi. O'ng tarafdan boshlaymiz. Ya'ni ishlari high-tech ishladi. Yengina tushgan yangi spalnilar, oboy, patolog natija, kanizlar qistilgan. Yan tarafimizda yana bir spalni qismimizda hamma sirib turibdi. Yurtganingizda. Bu yanimizda sanuzeli bo'ladi. Oyoqlar 100% ko'prik pol. Hamma yeri.
Birliğinin kafil kılınan krugoy kafil, ayak tillerim, patologla natijoy, vanna unitaz rakanyaları var. Bu tarafta zalı boladı. Zalı bir 6,5 metr var. Bir de çöplük bu kollektorları, şuradan legor objektları azda. Bunun yine azda, yine 3,5, 3,70'ler ortası var. Yani boy kalıngan. Yan tarafta yine zalı boladı azda, birimiz bir 6 metrler var. Yanında yine balkonu, hurmayadan nasıl? Acayip bir mesle положение'de. Sur mesle'de şunun 3 kavatlı, 130 kvadrat metr bo'lgan xonadonni e'tiboringizga havola qilib o'tdik. Narxi $80,000. Kelishadigan yeri bor. Kelib, ko'rib, ustida savdosini qilib olaverasiz. Faqatgina naqd pul sotiladi azda. Kredit umuman yo'q. Orientir Boranzapravka. 3 qavatli, 130 kvadrat metrda joylashgan, remontdan chiqib turibdi, tayyor xonadon azda. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda batafsil ma'lumot uchun nomerlarimizni qoldiramiz. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'l. Videolarımıza like bas ko'rishingizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi videoda görüşeceğiz deb qolamiz.